Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Rexus kanal bo'lmoqda. Bugun biz ukam bilan, ya'ni Brenso bilan car parking o'ynaymiz. Mana yonimda turibdi. Bu yangi ochdi kanal. Ketdingmi unda? Ha, ketdik. Davay, go! Men birinchi mashinani sotaman. Sotolmaysan bu mashina, yangi mashina. U senga o'zi berilgan mashina. Yo'q, men sotaman. Oh my gosh! 15 mingga men pulli mashina sotib oldim. Oh, yes sir. Haqiqiy pul turadigan mashina sotib oldim 15 kaga. Qansan? Mana. Yuribsanmi? Senga pul beraymi? Davay. 50 ming bering. 50 ming? Ha. 231 misan sen? Qaysisan sen? Mana. Yo'q, uni aytmayapman. Player. Nechi? 120 mi? 120 mi? Ha, 120 ekan bashtroq. Mayli, senga necha pul bersam ekan? 10 ming beraman. Hey. Davay, ketdi. Avval. Yes. Yes sir. Kimda sotmaydi meni mashinasini tekinga? Davay, tekin. $1 deb yozamiz. $1 ga sot. Men shunaqa qilib kucha bo'yman. Unchalik kuchaymaganman-u, no farqi yo'q, baribir. $1, davay, $1. Yaxshi. Aziza yo'qol. 200 ga ham, 200 ga ham tur yo'qol deyish kerak. Bundan mashina menda bor-da, yo'q. Kim bayqamay oladi? Men urib ketdim. Oho, dahshat mashina keldi. Gelik 6x6. $2 sotaman. Davay, 6x6 obmen. Kim bilan bo'ladi? Ne'matullo 001. Davay, obmen. Qani shu 21 emas, 95. Davay. Obmen. Siz. Of. Sizmansiz uka? Rexus. Asmakan kim? Bilmayman. Bilmasang nima aytyapsan? Men ismim boshqa. Buncha gapiryapman. Ismim Telegram kanalimda aytsam bo'ladi. Iltimos, sal kamroq qo'ydi. Nexbatda aytdik. Men o'zi necha HP 709 ekan. Davay, любой mashina obmen qilay. Любой bo'lsa, любой Sabrina qani? Pashul. Abror erkak emas. Jona. Bizga pulim bormi? Wow. Menimcha orqamdan yuradi meni. Nima bo'ldi? Menda 20 tur. Kimdir arzonroq mashinasini sotmaydimi? Havoda deyman-da. Faqat shuni qo'lim ketib bo'laveradi, lekin u menda borda yo'q bo'lgan sotib olardim, chunki 150 ga arzon ancha. Yutib ketay. Bunday qilamiz degan. Drift. Stabilizatsiyani kim men bilan tani? Uyalmaysizmi, sappi? Drift rejimda menda har doim orqasi mashina bo'lib yiqilib ketaveradi. Robotiga qo'yib qo'yayotgani. Orqaga yurishingizni chiqib ketibdi.
RVD bilan orqa bilan drift rejimi bir xil ekan. AVD stabilizatsiya o'chirilgan yo'q. Ay, oldini dabdalasini chiqardim. Xo'p, yana videoni boshlab oldim. Cho'ttam, nima bo'lyapti? Hali ham hech kim yo'qmi? Bo'lmayman, mashinamni sotaman. Menga farqi yo'q. 3, 2, 1. Bo'ldi. Choq. Admin. Kimsan? Ebi. Ha, nima deb o'ylaydilar? Necha pulga sotdi deb o'ylaydilar? 20,800,000. Hammasi kelib oldi. Nima bo'la bolalar sizlarga shunday narsa kerak bo'lsa, admin qilinglar, ha? Nima edi? Plus meni ko'roldingizku. Shunda qaytib ko'rdingiz meni mashinamda. Ko'rdim. Bola, короче, hozir men buni qizil mashinaga almashtirib yubordim. What the fuck? Yo, wow. Men bir chiqib ko'rayinda. Mana juda o'xshamayapti-ku bolalar Mercedes-ga. Короче, buni обмен qilib bittasi. Buni qanday qilib qisqartirardi? Shundoq qilamiz. Davay. Keyin bunday qilamiz. Yo'q, bunday qilamiz. Menga unchalik Sims kerak emas-da. Uzoqdan ko'ringanda yo'q bo'lmas ekan bu. Qanday qilibdir qilardi? Shuni uchburchak bilan qilarmidi yo? Qorada turibdi. Qora. Bilbi. Ko'tartiray buni. Besh o'xshamayapti menda. Короче, car parking yozib ketsang bo'ladi ustidan, hech narsa qilmaydi. Yozmayman menga. Yozish kerak emas. Haqqi namdagi chiziq bo'ladi-ku, menga shu kerak. Bo'ldi, namdagi chiziq. Mana olaman desam, karbon. Nerga qo'yaman desam, Karbon rangi nima ko'rinmaydi. Oq qilish kerak ekan, ana karbon. Normalda. Конечно, normalda bo'ladi. Boshqa mashinamda zo'r bo'ldi, kirib ko'rsataman senga. Bunaqani ham karbon qo'rsak, karbon unchalik katta emas-da. Bunday qilib Ey, what the fuck? Ana. Endi bunday qilib qo'y. Ana. Endi pastroq. Qanday qilardi shuni? Короче, buyoqqa o'xshama. Oldida turar faqat. Endi nomerchik. Mana bu yoqda ekan. Короче. Xullas, mana nomerni ham qo'yib oldim. Har doimgidek o'zim nomercham. Asal bo'ldi-ya mashina. Sevdim shu mashinani. Dahshat chiroyli, takoy turibdi men uchun. Sizlar uchun bilmam. Hech narsa turgan. Pegaladi. Endi nima qilamiz? Center charge, poddeska. Bunday qo'yamiz. Yo'q, o'ziniki yaxshi. Brось. Bo'ldi. Ana, chiroyli bo'lib qoldi. Tuning. Stokmi deyman, ha? Stok ekan. Nima qilamiz endi? Motor qo'yamiz, конечно. 100,000, 150,000. Qo'ysam keyin yaxshi emas. 435 HP ekan endi.
Ha, ukamga ko'rsatamiz onlayn. Ikra. Sen o'ynayapsanmi chiqilib? O'ynayapman. Xullas, ukam tuning qilayotgan ekan. Bitta jigulchani bosib yuboribdi. Ay, 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 ay. O'zimga yoqdi, sizlargachi like va obunani ham bosib qo'yinglar albatta. Wow, o'zimga yoqdi. Xullas, ukam tuning qilayotgan ekan. Bu videoni ikkinchi qismida albatta ko'rasizlar. Unda hammaga xayr.